2026 yilgi Jahon chempionati Gollandiya terma jamoasi uchun qo'llanma. Oranje katta umidlarga ega edi, ammo jarohatlar ko'pligi umidlarni o'zgartirdi. Ushbu maqola 2026 yilgi Jahon Kubogi ekspertlari tarmogining bir qismi bo'lib, saralangan 48 mamlakatning eng yaxshi media tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikdir. The Guardian.com sayti 11 iyun kuni start oladigan turnir arafasida har kuni 3 mamlakatdan prevyular olib boradi. O'qishni davom ettiring. Eng keksa tarkib. Eng katta harflar. Har bir klub uchun o'yinchi chaqiruvi. 2026 yilgi Jahon chempionati uchun qo'llanma. The New York Times. Eng keksa tarkib. Har bir klub uchun o'yinchi chaqiruvi. 2026 yilgi Jahon chempionati uchun qo'llanmangiz. The New York Times. FIFA Jahon chempionati 2026 Nyu-Jersi shtati politsiyasi xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Chips News. 2026 yilgi FIFA Jahon Kubogi Nyu-Jersi shtati politsiyasi Chips News uchun xavfsizlik masalasiga e'tibor qaratadi. Stiver Brunt 20 Jahon chempionatiga tayyor, lekin ehtimol piyola bo'lmaydi. Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Charlotte Edwardsning aytishicha, kapitan Nat Stiver Brunt o'z uyida bo'lib o'tadigan 20 Jahon chempionatiga tayyor, ammo bowlingda qatnashishi dargumon. Miur Atalanta Dan Ederson uchun 35 million funt to'lashga rozi bo'ldi. Atalanta ning braziliyalik yarim himoyachisi Ederson Manchester United 26 yoshli futbolchi uchun 35 million funt sterlingga kelishib olganidan keyin Michael Carrickning birinchi transferi bo'ladi.